O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi birlashtirilgan loyihalarni amalga oshirish guruhi tomonidan respublikamizning 4 ta hududi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida infratuzilma, ijtimoiy sohani rivojlantirish va aholi bandligini orttirishga yo'naltirilgan qishloq joylarni barqaror rivojlantirish loyihasi amalga oshirib kelinmoqda. Mazkur loyiha orqali respublikamizning 20 ta tumanidagi 170 ta mahallada yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlari, elektr ta'minoti tizimi yaxshilanib, bolalar bog'chasi, maktab kabi ijtimoiy obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilishda resurs tejovchi va ekologik toza texnologiyalarni qo'llash orqali 710 mingga yaqin aholining turmush darajasini oshirish rejalashtirilgan. Eng muhimi, yuqoridagi vazifalar maqsadli hududlarda mahalliy aholining talab va ehtiyojlari asosida shakllantirildi. Loyihaning umumiy qiymati Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi kreditlari hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi va mamlakatimiz ulushini qo'shib hisoblaganda 338 million dollarni tashkil etadi. Bugungi kungacha qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi doirasida maktabgacha ta'lim tashkiloti va tibbiyot muassasalari kabi 71 ta ijtimoiy soha obyektlari va 40 ta jamoatchilik hamda aholi tomonidan boshqariladigan mahalla majmuasini yangidan qurish uchun pudratchi tashkilotlarni aniqlab olish bo'yicha dastlabki tender jarayonlari o'tkazildi. Shu bilan birga kelgusi yillarda loyihaning ikkinchi fazasini amalga oshirish orqali Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining chekka hududlaridagi aholining turmush tarzini yaxshilash yuzasidan xalqaro moliya tashkilotlari bilan 260 million dollarlik kelishuv imzolangan.